Zulfikr Hoshimov yozuvchining bir ajoyib gaplari borki, kosmik kemalarni o'ylab topdik. Yerni tagiga suzadigan kemalarni o'ylab topdik, lekin haligacha ayol psixologiyasini o'ylab topolmadik degan. Haqiqatan ayollarning psixologiyasi mana ertalab boshqacha bo'ladi. Abitda boshqacha bo'ladi. Kechqurun qo'liga 1-2 so'm bersangiz, kechqurun vashi boshqacha bo'ladi. Tushunish qiyin-da. Er-xotin hech bozorga tushganmisizlar? Men ancha paytdan beri keliningizga bir palto olib beraman deb bozorga tushdim. Voy, ayol kishi bilan bozorga tushish azobda. Shunday bozorga kirishimizga ikkita palto magazin turibdi. Hamma paltolar kiyib ko'rdik. Men ham oraga kiyishib ko'raman, tezroq ko'rib boshqasini ko'raylik, olib ketaylik degan ma'noda. Bozorda aylandik, endi Chinni bozorga ham bitta o'tdik-da. Bu Chinni bozorga palto bo'lmaydi, o'zi bilsanglar. Bozorda oxiri magazinlar yopilyapti. Oxiri olar edim, yana o'sha magazinga keldik-ku, bitta paltoni oldik, oqini qorasini kiyib ko'rdi. Oxiri qorasi ma'qul bo'ldi, uyga kelib ham 20 marta kiyib ko'rdi. Uxladik, ertalab turib qarasam yana kiyib mashina qilib yotdi. Nima gap desam, dadasi bu chota bo'lmadi, shu oqiga almashtirib kelamiz-o deydi. Magazinga kelib almashtirgan kelsam, mendan boshqa bir 20 ta erkak kelgan, ha desam palto almashtirgan akasi ham. Ayollarning xarakterini tushunish qiyin-da.